Şiirlerimizi davamlaştırmazdı hürmetli vatandaş. Endiki mavzumundaq. Bugün çizsaq 2021 yıl 7. ayının 3. gün mavzumundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Ma'muriy doiralar Jungo komitetining raisi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibiga xat yozib, Jungoning agar kishilik huquq tajovuzchilik harakatlariga harakat qo'llanishini talab qildi. Mavzuli xabar 7. ayning 2. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Ma'muriy doiralar Jungo komitetining 2 nafar o'rtaq raisi 7. ayning 1. kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibiga birlashma imzoli xat yozib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining darhol harakat qo'llanib, Jumhur Xalq Jamhuriyatining agar kishilik huquqqa tajovuz qilayotganligini nazorat qilishga chaqiriq qildi. Davlat Majlisi Ma'muriy doiralar Jungo komitetining raisi Demokratlar partiyasi mansubi Jeb Merkeli va bu komitetning o'rtaq raisi Demokratlar partiyasi mansubi James McCauley birlashib yozgan xatida mundaq ko'rsatdi. O'tgan yil 6. ayning 26. kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 50 nafar mustaqil tekshiruvchi kishilik huquq mutaxassislari bayonot e'lon qilib, Jungoning kishilik huquqda xiloflik qilish ahvoliga bo'libmi Hong Kong aholisi, Uyg'urlar va Tibetlar va osonliq millatlarga hamda Jungo chegarasi ichida kishilik huquqni qo'g'dug'uchilarning kishilik huquqlariga xiloflik qilish harakatlariga diqqat qilishni murojaat qildi. Hozir bir yil vaqt o'tdi deyildi Birlashma xatda. 2 nafar o'rtaq rais Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Grotrosning mutaxassislar o'tirib qo'ygan taklif bo'yicha qanday ilgirlash bo'lganligi to'g'risida doklad tayyorladimi? Tayyorlagan bo'lsa kotib Grotrosning navbatdagi aloqador ahvollarni so'zlab berishini talab qilamiz deyildi Birlashma xatda. Agar bu jihatda har qanday harakat qo'llanilmagan bo'lsa, o'xshashla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Grotrosning nima uchun harakat qo'llanmagan sabablarini tushuntirib qo'yishni talab qilamiz dedi Birlashma imzoli xatda. Birlashma imzoli xatda. Birlashma imzoli xatda Jungo hukumatining osonliq millatlarga va diniy e'tiqod guruhlariga ziyonkashlik qilganligi, bo'libmi Uyg'uristonda Uyg'urlarni va boshqalarni jazo lageriga nazarband qilganligi, majburiy emgakka solganligi qattiq tanqid qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Ma'muriy doiralar Jungo komitetining 2 nafar o'rtaq raisi alohida mundaq ko'rsatdi. Jungoning kishilik huquq agar xiloflik qilayotganligini nazarga olib, mutaxassislarning murojaatiga ovoz qo'shib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kotibi Grotrosning darhol harakat qo'llanishini va Jungoning harakatlarini nazorat qilishini baholashini talab qilamiz deyildi. Ma'muriy doiralar Davlat Majlisi Jungo komitetining 2 nafar raisi